Mana hurmatli obunachilar, BBK televizorda ocholdik. Esingizda bo'lsa, postga video chiqargan edik, tokda qoldirmanglar televizorda deb. Mana o'sha videoga mos yana bitta televizor kelib qoldi. Mana ko'p tokda turgan. Kondensatorlar qizib, portlab ketgan mana. Polni bu ham portlagan, mana bu ham portlagan. Xo'p, oldingi televizorlarda mana 8 yil, 6 yil oldingi televizorlarda mana shunaqa knopka qo'yilardi. Chunki 220 velkani mana shu kronshtaynga qotirgandan keyin televizorda 220 kabel o'chirib qo'yishga neudobni bo'ladi. Shu neudobni bo'lgani uchun mana tagida mana shunaqa kulchatir qo'yilardi. Hozirgi televizorlarga umuman qo'yilmay ketdi. Mana shu televizorlar juda zo'r chiqqan. Mana shu televizor chiqqaniga kamiga 10 yil yo 12 yil bo'ldi. Mana hali ham normalni ishlagan lekin. Endi bu kondensatorlar kuyish tabiiy ko'p yil ishlagan. Kuzatishda davom etasizlar.